Qarshi davlat texnika universitetining Nuriston akademik litseyida bitiruvchilarga diplom topshirish marosimi tashkil etildi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Ko'tarinki ruhda o'tkazilgan tadbirda litsey jamoasi, Qarshi davlat texnika universiteti professor o'qituvchilari, ota-onalar hamda joriy yilgi 336 nafar bitiruvchi yoshlar ishtirok etishdi. Tadbirda so'z olganlar bitiruvchilarga samimiy tilaklar bildirib, akademik litseyni a'lo baholar bilan tugatgan 10 nafar bitiruvchiga oltin medal, 10 nafariga akademik litsey iftixora stipendiyasi va sertifikatlarini, shuningdek 66 nafariga a'lo darajali diplomlarni topshirishdi. Akademik litseyimizda bu yil ancha keng ko'lamli ishlar, ko'p yutuqlar qo'lga kiritildi. Jami 336 nafar bitiruvchilarimizni bugun kuzatmoqda ekanmiz. Ulardan niyatimiz ancha katta. O'tgan o'quv yili haqida taqqoslasak, solishtirmoqchi bo'lsam, o'tgan yili jami bitiruvchilarimizning 99% oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilingan bo'lsa, bu yilgi rejalarimiz undan ham baland. Bu yil 100%lik natijani, dovonni qayd etib, yana bir karra akademik litseyimizning nufuzini viloyatimizga, respublikamizga yoritish niyatidamiz. Akademik litseyimizda jami 7 ta yo'nalish bo'yicha o'quvchilar oliy ta'lim muassasasiga tayyorlanadilar. Bulardan aniq fanlar iqtisod, aniq fanlar texnika, tabiiy fanlar, ijtimoiy gumanitar fanlar yurisprudensiya, shuningdek xorijiy tillardan ingliz tili va nemis tili yo'nalishlari chuqurlashtirib dars berib boriladi. Eng quvonarlisi, litseyning bu yilgi bitiruvchilari o'qish davomida o'z bilim va salohiyatlari orqali ko'plab yutuqlarga ega bo'lishdi. Xususan, ularning 40 nafardan ortig'i dunyoning nufuzli xalqaro oliy ta'lim muassasalariga muddatidan oldin talabalikka qabul qilindi. 8 nafari xalqaro SAT sertifikatiga sazovor bo'ldi. 5 nafari respublikamizdagi universitetlarga kirish imtihonlaridagi maksimal 189 ballik natija bilan muddatidan oldin talaba bo'lishga erishdi. Shuningdek, chet tillarini bilish darajasi bo'yicha 181 ta xalqaro va milliy sertifikatlar, umumta'lim fanlari bo'yicha esa 411 ta milliy sertifikatlarni qo'lga kiritishdi. Bugungi kunda hamma hayajonda. Bugun hammamiz kursdoshlarimiz bilan oxirgi kunimizni o'tkazmoqdamiz. Juda ham hayajonli kun men uchun, chunki qizil diplom hamda oltin medal bilan tugatyapman. Keyingi maqsadlarim juda ham katta. Xudo xohlasa, diplomat universitetiga topshirmoqchiman. Kelgusida el yurtimizga yaraydigan diplomat bo'lmoqchiman. Men 2 yil davomida litseyda o'qib, hamma qiyinchiliklarni yengib, sertifikat, har xil yutuqlarga erishib, litseyimizni tamomlayapmiz. Albatta, bu juda ham hayajonli kunlar. Bugungi tadbir juda ham zo'r o'tmoqda. Litseyni oltin medal va qizil diplom bilan bitiryapman. Xudo xolasa, Jahon tillari universitetiga topshirib, shu yerda o'qish maqsadim. Yutuqlarimga keladigan bo'lsa, IELTS dan 7 ballni va multi-level sertifikatidan C1 darajani qo'lga kiritganman. Rus tilidan A daraja qo'lga kiritganman va hozirda DTMda 178 ball qo'limda. Barcha bizga ta'lim bergan ustozlarga minnatdorchilik bildiraman. Tadbirda o'quvchilar tomonidan badiiy musiqiy chiqishlar ham namoyish etildi. Bu esa yig'ilganlarga ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi. Bitiruvchilarning ota-onalari ham hayajon ila o'z dil izhorlarini bildirib, farzandlariga oq yo'l tilashdi. Mana bugun bizning farzandlarimiz imtiyozli diplomlar bilan Nuriston litseyini tugatyaptilar. Men bu litsey ma'muriyatiga, qolaversa ustozlarga rahmat aytmoqchiman. Farzandlarimizga omad, kelajakda ishlariga muvaffaqiyat tilayman. Xudo xohlasa hamma farzandlarimiz oliy o'quv yurtlariga kirib, ota-onasining yuzini yorug' qilib yursinlar. Albatta, litsey jamoasi tomonidan qo'lga kiritilgan barcha muvaffaqiyatlar avvalo yurtimizda yoshlarga berilayotgan e'tibor, yaratilayotgan imkoniyatlar mahsuli. Shu bilan birga uzoq vaqt davomida olib borilgan mehnat, o'qib izlanish va albatta ustozlarning fidokorona sa'y-harakatlarining natijasidir.